Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Do'stlar, xudo xolisa endi siz biz bilan mashinalaringizni sotishingiz va olish imkoniyatlari albatta bor. Xudo xolisa tanlovda adashmasdan bizni tanlaganingiz uchun hammalaringizga rahmat aytib qolaman. Telefon nomerlaringizni ko'ryapsizlar. Ekranda telefon nomerlari bor albatta. Bemalol bog'lanib, pastda kommentariyada va opsiyada bizni Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanalga bemalol o'ting. Sotiladigan mashinalaringizni e'longa bepul joylasangiz bo'ladi albatta. To'liq telefon nomerlari, qaysi mashinani telefon nomerlari kerak bo'lsa, albatta Telegramdan shuni yozsangiz, Telegramdan sizlarga to'liq ma'lumotlarni va avtomobilimizning nomerlarigacha tashab beriladi. Do'stlar, Telegram kanalga hammalaringizni o'tib, bemalol mashinalaringizni sotishingiz va mashina olish imkoniyatlariga ega bo'lishingiz mumkin do'stlar. Realni oladiganlar bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Lekin soat 10 dan keyin emas do'stlar, 22:00 dan keyin uxlaydigan vaqt emas. Xudo xolasa hammaga omad yor bo'lsin. Mana shunaqa bugun xudo xolasa Cobaltlardan juda ko'p oldik. Hammaga omad. 2023-yil Cobalt avtomobilimizdan kraskalari toza varianti sizlarga kamroq yurgani, puli ham yengilroq 4-paketli propan ekan, propanlar uстановкасы qilingan, ABS'lari bor, konditsionerlari ishlab turibdi. 2023 balonlari yaxshi holatda do'stlar mashinamizda, avtomatda mashinamiz. Polik tashlangan, yurgani 65 ming probeg yurgan. 65 ming probeg yurgan mashinamizdan biri. Hoppa. Bagaj qismini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamizda propanda mashinamiz. Narxi do'stlar 135 million narx qo'yilyapti. 135 million narx qo'yilyapti hozirgi vaqtda. Variantni ayting aka. Variant. Yetmagan pulni 1 oy yarim 2 oyga kutiladi. Yetmaganini endi 10 million yetmaydimi, 20 million yetmaydimi? Qolgani faqat naqdga. Qayerda mashinasi? Denovda mashinasi do'stlar. Generalniki beriladi. Generalniki beriladi do'stlar. Bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. 2020-yil Cobalt avtomobilimizdan kraskalari top-toza variantidan sizlarga metan uстановкасы qilingan, ABS'lar bor, konditsionerlar ishlab turibdi. Klapan qilinganmi? Klapan qilingan do'stlar mashinamizda. Motor qismi ishlab turibdi. 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Mana ko'rib olsangiz bo'ladi. Hali gullarigacha, qog'ozlarigacha turibdi do'stlar. Klapan qilinmagan deyapti akamiz. Polik tashlangan, chexol qo'shib berasiz akajon. Chexol qo'shib beriladi. Ro'z kanalidan desangiz 157 ming probeg yurgan. 157 ming probeg yurgan. Ro'z kanalidan deysiz, qo'shib beriladi. Albatta chexolini taqismi o'rta holatda do'stlar, taqismi 18 million narx qo'yilyapti. Variant barter bormi? Yetmagani qarang. Yetmaganiga 1 oy 2 oyga qaraladi do'stlar. Endi 10 million 20 million yetmasa shu joyini aytaylik. Generalni chiqadi. Generalni chiqadi albatta. 6 soatda generalni bor. 6 soat avtomobili. 2019-yil Cobalt avtomobilimizdan kraskasi mana shu Krilosda faqat Kriloda kraskasi bor. 4-paketli propan ekan, metan ekan do'stlar. 4-paketli metanlargacha uстановка qilingan. Ochilganmi motor? ABS'lari bor albatta. Motor klapan bo'lgan do'stlar mashinamizda. 4 ta yumshoq balon yangisidan qo'yilgan albatta. Mashinamizda ichki salonlarini ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, 146 ming yurgan poliklari bor. Mashinamizda 146 ming probeg yurgan mashina. Hoppa. Orqa taraflarini ko'rib olsangiz bo'ladi. Zapaskalar tushmagan deyapti. Bitta ko'ramiz do'stlar, gullari bilan turibdi do'stlar. Taqsimi ham yaxshi holatda. 2019-yilga necha pul narx qo'ydik aka? 115 million narx qo'yyapmiz 2019 ga. 115 dan 110 ga tushirdik. Yana ham sunnatiga o'tib beradi akalarimiz albatta. Variant barter yo'q. Faqat naqdga, variant barter yo'q, faqat naqdga. Generalni chiqadi. Generalni chiqadi do'stlar. Telefon nomerlari har doimgidek ekranda bo'ladi. 2022 dedingiz-a? Chiqadi.
22. 21. 2020-yil Cobalt'imizdan sizlarga narxini boshida aytib ketaylik. 120 million narx qo'yilyapti. Kraskalari toza albatta. Metan sonovkasi qilingan 4-pakelini, motor ochilmagan, ABS'lari bor do'stlar, konsenlar ishlab turibdi mashinamizda. Balonlari yangi yumshoq balonlardan qo'yilgan mashinamizga 4 tala yumshoq balonlardan. Polik tashlangan, yurgani 117 ming probeg yuribdi. Chexollarigacha bor deyapti mana shunaqa do'stlar. Albatta mashinamizga qana bagaj, qana albatta ko'taraylik. Bagajlar zo'r turibdi aka. Qismlari yaxshi holatda turibdi. Narxi 120 million aytilish narxi, variant bati yo'q, ozgina yetmasa kutiladigan joyi bor. O'tib beriladi albatta do'stlar. Generalni ham chiqadimi? Generalni ham chiqadi do'stlar, bemalol. Telefon nomerlari ekranda bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. 2014-yil Cobalt avtomobilimiz 2014 kraskalari faqat krilosini uchida kraskasi bor. Kapotni uchida krilo deyman do'stlar, ming bor o'zi kapotni uchida kraskasi bor. Qolgan joyi top toza albatta. Do'stlar, arzonchiroq Cobaltimizdan metan sonovkasi qilingan, ochilgan ha? Do'stlar, klapan qilingan, ABS'lari bor, kondisionerlar ishlab turibdi albatta. 2014 4 ta yumshoq balonlar bor albatta. Mashinamizga ichki salonlarini ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Chexol polik bor. Bor mashinamizda qancha yurgan bu? 315 ming yuribdi. Bagajni ko'raylik aka, 315 ming probeg yurgan. Bagajni ko'raylik, 315 ming probeg yurgan do'stlar mashinamiz. Ana taqsimlari. Narxini necha pul qo'ydik? Oxirgi narxi 80 million narx qo'yilyapti. Sunnatiga o'tib beriladi do'stlar. Ozgina taqilgan narxlaridan chiqarib bormoqdamiz albatta sizlarga. Variant barter yo'q. Endi 10 million 15 million barter bor. Nexia 2 ga variant yo'q. Variant bir 10 million 15 million yetmay qolsa, bir oyga qaraladi albatta. Telefon nomerlari ekranda. 2020 do'stlar, kraskasi toza do'stlar. Hozirgi vaqtda mashinamiz benzinda turibdi. Eng qizig'i, mashinamiz ABS, kondisionerlar ishlab turibdi albatta. Akkumulyatorlari yangi qo'yilgan, balonlari yaxshi holatda do'stlar. Almashtirib olsangiz ham bo'ladi, minib yursangiz ham bo'ladi albatta. Mexanika varianti, poliklar bor, barlar bor. 58 ming probeg yurgan. 58 ming probeg yurgan Cobalt avtomobilimizdan. Ana bagaj qismiga bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Zapas balonlari tushmagan albatta mashinamizga. Do'stlar, 115 million narx qo'yilyapti. Albatta kelishtirib qilib beriladigan joyi bor. Variant barter bormi? barter bor, variantdan bir 5-10 million yetmasa kutamiz. 5-10 million yetmasa kutiladi. Barter bor albatta. Do'stlar, telefon nomerlari ekranda bo'ladi. 2014-yil Cobalt avtomobilimizdan kraskasi orqa krilosida, bu tarafda, u tarafda. Chap tarafda orqa kirlarda petno bor, to'liq petnosi bor deyapti akamiz. Kraska emas, mashinamiz propanda, 4-pakelina propan, motorlar ochilgan do'stlar, ABS'lar, kondisionerlari bor mashinamizda. Mashina arzonchiroq albatta, oxirida aytaman narxini. Balonlari yaxshi holatda do'stlar, bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Chexol polik bor, mashinamiz qancha yurgan bu? 581 ming yuribdi do'stlar. Mana do'stlar, albatta 581 ming probeg yurgan. Arzonchiroq Cobalt avtomobilimizdan sizlarga narxini 80 million narx qo'ydi akalarimiz. Arzonroq Cobalt so'raganlarga 80 million narx qo'ydik. Variant barter bor. Do'stlar, variant barter yo'q desa ham bo'ladi, bor desa ham bo'ladi, gaplashib olsangiz bo'ladi albatta egalari bilan, o'zlari bilan. Do'stlar, telefon nomerlari har doimgidek ekranda bo'ladi. Naqdga kelishtirib qilib beriladi albatta shu joyida. 2013-yil Cobalt avtomobilimizdan kraskalari toza, birinchi pozitsiya deyapti akamiz albatta. ABS'lari yo'q albatta. Rol gidrolikami? Rol gidrolika, ABS yo'q, kondisioneri ham yo'q ekan. Kondisioneri ham yo'q do'stlar mashinamizda. Motorlar ochilgan menimcha do'stlar, albatta ko'rib tekshirib olasiz. Balonlari almashtirib oladigan joyiga kelgan do'stlar. Balonlarni almashtirib olamiz. Narxi qulay. Endi
Uchkada oyna ko'targichlar, chexol poliklar bor. Qancha yurgan bu? 3 kun yurgan do'stlar. 3 kun yurgan Cobalt avtomobilimizdan. Narxi sizlarga qulay bo'lyapti. Variant barteri ham bor. Kabiga do'stlar. Variant barter ham albatta bor. Ana taqqismlari ham yaxshi albatta, zapaskalari ham. Narxi 75 million narx qo'yilyapti. Albatta sunnatiga o'tib beriladi. Xudo xolasa variant barter bor. Variantga do'stlar 30-40 million. Variant yo'q-a? Bor dedikmi yoki? Yo'q dedingizmi? Variant yo'q ekan do'stlar, ming bor o'zi, variant yo'q, faqat naqdga kelishtirib qilib beriladigan joyi albatta bor mashinamizda. Telefon nomerlar ekranda bo'ladi. 2014-yil Cobalt avtomobilimizdan do'stlar, 2014 kraskasi orqa krilosida, ikkita kriloda ham kraskasi bor deyapti akamiz albatta. Mashinamiz metanda o'tal turibdi, abezlari bor, motorlar ochilgan. Mashinamizda do'stlar variant bor, eng qizig'i. Polik deyman do'stlar, 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. 4 ta yumshoq balon, chexol, polik bor albatta, linonim bor, 228 ming yurgan. 228 ming yurgan mashinamizda. Qismlarni ham ko'rib boqsangiz bo'ladi. Narxini do'stlar 78 million aytilish narxi 2014-yil Cobalt avtomobilimizga albatta sunnatiga o'tib beriladi. Variant barter bor albatta. Variantga hozirgi vaqtda bir 40 million, 50 million pulingiz bo'lsa olib ketsangiz bo'ladi. Generalni chiqadi albatta. Telefon nomerlari ekranda bor, bemalol telefon qilib bog'lanamiz. 2019 ga 2020-yil kraskalari top toza varianti do'stlar sizlarga. Mana Cobalt avtomobilimizda 4-paketli metanlarigacha bor albatta, abezlari bor mashinamizda. Motorlari ochilganmi deyman? Ochilmagan ekan, mashina ochilmagan. Delcor akkumulyatorlari bilan 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Yangisidan ichki salon mexanika varianti, eng qizig'i poliklar bor albatta. Mashinamiz 71 ming probeg yurgan. Bor yo'g'i 71 ming probeg yurgan Cobaltimizdan do'stlar. Hoppa. Mana taqsimlarini ko'rishlaringiz mumkin. Top toza bo'lib turibdi. Taksi qilinmagan varianti do'stlar, zapaskalar tushmagan. Necha pul narx qo'ydik aka bunga? Bunga 115 qo'yapmiz narx. 115 million narx qo'ydik. Kelishtirib qilib beriladi. Sizdan kelganlarga kelishtirib qilib beriladi. Variant barter 90 million boriga variant qilib beramiz. 90 million pulingiz bo'lsa variantdan bor. Endi qolganini gaplashib olasiz akamiz o'zlari bilan albatta do'stlar. Telefon nomerlari ekranda har doimgidek. 2014-yil Cobalt avtomobilimizdan kraskalari toza deyapti akamiz. Mashina eng qizig'i benzinda turibdi hozirgacha. Avezlari bor mashinamizda, kondisionerlar ishlab turgan joyida mashinamiz, balonlari yangi qo'yilgan saka diskalarda ko'rishlaringiz mumkin. Ichki salonlar. Mashina eng qizig'i avtomatda, chexol, polik bor. Yurgani 103 ming probeg yurgan. Barlarigacha, kameralarigacha, monitorlarigacha bor ekan mashinamizda. Nima deyapti bu? Ana. Avtomatda mashinamiz. Bagajni ochaylik aka. Ana taqsimlari, balonlari, zapaskani almashtirib olsangiz ham bo'ladi. Narxi do'stlar 100 million narx qo'yilyapti. Hozirgi vaqtda albatta Rozos kanalidan desangiz kelishtirib qilib beriladigan joyi albatta bor. Generalni chiqadi aka? Generalni chiqadi. Variant barter? Variant barter muddat kamroq bo'lsa bo'ladi. 3 oy 4 oyga variantga bor albatta. Variantga bir 50-60 million bo'lsa berasizmi? 60 dan balandroq puli borga beramiz. Tepaga do'stlar variantga 4 oyga uzoq beriladi albatta. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi, bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. 2016-yil Cobalt avtomobilimizda orqa oldi butun deyapti akamiz. Orqa krilosida kraskasi bor albatta, ko'rib tekshirib oladigan joyi, motorlar ochilgan albatta mashinamizda do'stlar. Abezi bormi? Abezi yo'qmi? Abezi bor ekan do'stlar. 4-paketli metanlarigacha uстановkasi qilingan. Kondisionerlar ishlaydimi? Do'stlar, balonlari yangi qo'yilgan. Ichki salonlari do'stlar, oldi knopkada, orqa ruchkada chexol, polik, linonim 300 ming probeg yurgan. Narxi do'stlar tortishib sizlar bilan do'stlar 86 millionga kelishdik. Albatta sunnatiga o'tib beradi. Do'stlar, bagajni ochaylik aka.
sunnatiga o'tib beriladi do'stlar. Albatta 86 million aytilish narxi. Variant barter haqida ham gaplashamiz hozir. Shu yerda kraskasi bor, mana shu krilosda do'stlar. Mana orqa taraflari, taq qismlari do'stlar 86 million narx qo'yilyapti. Yana aytaman, variant barter bor-a? Bor. Variant barter bor. 30 million bo'lsa ketadi. 30 millionga variantga ketadi do'stlar. Endi oyini, yilini gaplashib olasiz o'zlari bilan albatta. Generalni ham chiqadi. Qayerda mashinasi bu? Generalni ham chiqadi. Qayer? Denov? Oltinsoydiki. 2020-yil kraskalari toza variantidan sizlarga ozgina yurgan varianti do'stlar. Mashinamiz benzinda, eng qizig'i. Variant barter bor aka? Variant barter yo'q, faqat naqdga 4 ta yumshoq balonlar taqilgan, albatta yangisidan. Ichki salonlari polikda ishlangan, 72 ming probeg yurgan. Mexanika varianti kameralarigacha mashinamizda bor albatta. Bagajni ochaylik aka. Taq qismlarini ham ko'rib boqsangiz bo'ladi. Variant barter yo'q, faqat naqdga 116 million narx aytyapti. Sunnatiga o'tib beradi do'stlar. Albatta ozgina 2020 72 ming yurgan Cobalt avtomobilimizda. Do'stlar, telefon nomerlari ekranda bo'ladi, faqat naqdga. 2024 ga 2025 yil do'stlar kraskalari toza deyapti akamiz, albatta ko'rib tekshirib oladigan joyi. Mashinamiz 4-pakalini propanlarigacha uстановkasi qilingan. ABS'lari bor. Nima deysiz? Yevropa gazniki aka. Yevropa gazniki deyapti akamiz, albatta ko'rib olsangiz bo'ladi. 4 ta yumshoq balonlar taqilgan mashinamizga. Ichki salonlari, chexol, poliklar bor mashinamizda. Barlar 37 ming probeg yurgan. 37 ming yurgan halol deyapti akamiz. Generalni xohlasangiz oldi sotdi imkoniyatingizga qarab. Albatta. Mana zapaska bor. Zapaska bor do'stlar, albatta qo'shib beriladi. Necha pul narx qo'ydik 24 ga 25 da? 45 deyapmiz aka. 145 million narx qo'yilyapti. Variant barter deydi. Variant barterga bir 50-60 million bo'lsa beri ketadimi? 50-60 millionga bankka o'ladi aka. 100 dan buyog'iga gaplashaveramiz aka. 100 million bersangiz variantga beriladi. Qolganini endi gaplashib olasiz. Yana ham generalni beriladi. Qayerda mashinasi? O'zimizniki aka deyman. Denovniki. Telefon nomerda ayting. 97lik. Shoshmang. 2023-yil Cobalt'imizdan Farokda fitnosi bor deyapti akamiz. Ko'rib tekshirib olasiz. Mashinamiz propanda. Albatta ABS'lari bor. Motorimiz ochilmagan Delcor akkumulyatorlar bilan birgalikda mashinamizda 4 ta yumshoq yangi balonlar qo'yilgan. Mashina avtomatda, poliklar bor albatta mashinamizda. 71 ming probeg yurgan. Mashina 71 ming probeg yurgan. Mana orqa taraflaridan mashinamizning ko'rinishi. Bagajni ochaylik. Mana zapaskalari mashinamizda, mashina propanda. Hoppa. 115 million bo'lsa. Necha buni narx necha pul? 135 deb kelishtirib beramiz. 135. Necha dedi kelini? 23 ta oxiri. 23 ga 135 million narx qo'yilyapti do'stlar. Yana kelishtirib beramiz. 25 ga ketadimi? 20-25 30 ga beraman. 30 ga. Variant barter bor do'stlar. Ikkalasida ham albatta. Variant ham bor, barter ham bor. 23 ga albatta. 2018-yil Cobalt avtomobilimizning kraskasi yo'q deyapti akamiz. Ko'rib tekshirib oladigan joy albatta. Chester Ravon deyapti akamiz. 4-pakalini metal uстановka qilingan. Motorlar ochilgan, motor ochilgan do'stlar. ABS'lari bor do'stlar. Albatta mashinamizda balonlari yaxshi holatda. Qani akajon bitta ko'raylik shuni. Salonni bitta ko'ramiz do'stlar. Mashinamiz avtomatda, chexol, polik bor mashinamizda. Mashina avtomat. Kameralarigacha bor. Qancha yurgan bu? Qancha yurgan? 107 ming yurgan. Bagajni ochaylik. 107 ming probeg yurgan. 107 ming probeg yurgan mashinamiz.
qismlarni ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Ana taq qismlari. Aka necha pul narx qo'ydik bunga? 115 deyapmiz. 115 narx qo'yyapmiz. Variant barter bormi? Bor aka. 50 million bo'lsa, variantga ketadi do'stlar. 50 million qolganini endi oyini endi 1 oy 2 oy emas, bir 3 oy 4 oyga berilsa bo'ladi do'stlar. Variant endi 3 oy 4 oy variant deyiladi. 50-60 million 110 million aytayapmiz ha. 115 100 ga ketadi tekis. Naqd 105 ga ketadi aka. 105 ga ketadi. Yana ham gaplashamiz do'stlar, albatta akamiz bilan. Qayerda mashinasi? Denov aka. Generalni qilib beriladi. Generalni qilib beriladi albatta. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. 2020-yil Cobalt avtomobilimizdan sizlarga kraskalari top toza deyapti akamiz. Mashinamiz benzinda, mashina eng qizig'i mashina benzinda. Motorlar ochilmagan, ABS'lari bor, akkumulyatorlari yangi qo'yilgan albatta mashinamizga 4 ta yumshoq balonlar. Albatta charmqa balonlari bilan birgalikda chexol poliklari bor. Avtomatda mashinamiz 77 ming yurgan. Rollarigacha almashgan do'stlar mashinamizga 909 mejigar pultlarigacha bor deyapti akamiz. Mana. Taqsimlarni ham bitta ko'rib boqamiz. Zapaskalar tushmagan do'stlar. 2020 zapaskalar tushmagan. Necha pul narx qo'yyapsiz aka? Siz tomonidan kelsa 125 dan kelishtirib beramiz. 125 dan kelishtirib beriladi albatta. Variant barter. Faqat naqdga do'stlar. Bank, avtokredit va bank bor albatta do'stlar. Mashinamiz telefon nomerlari ekranda. 2019-yil Cobalt avtomobilimizdan sizlarga mashinamiz benzinda turibdi. Ana shu yerda do'stlar ozgina joyda miyatina joyi bor albatta ko'rib tekshirib olasiz. Mashinamiz do'stlar motor qismlari ochilmagan, ABS'lari bor. 2019 Delcor akkumulyatorlari bilan birgalikda 4 ta yumshoq balonlarigacha mashinamizga qo'yilgan. Ichki salonlari do'stlar polik tashlangan, chexol qo'shib beradi. 89 ming yurgan. Chexol yo'q, chexol qo'shib berasiz. Chexol qo'shib beradi do'stlar. Albatta shu joyini aytib ketdim. Endi ana zapaskalar tushmagan do'stlar. Zapaskalar tushmagan 2019. Necha pul narx qo'ydik 2019 ga aka? 2019 ga necha pul qo'ydik? 115 million baho qo'ydik. 115 narx qo'ydik. Variant barter Bo'ladi, 2 oyga. Variant barter 2 oyga bor do'stlar albatta 115 aytirish narx tekisga ketami? 100 ga. Bizdan bir ozroq chiqsa endi. Ozgina. Endi baribir 100 dan ozroq chiqsangiz generalni ham qilib beriladimi? generalni qiyin masala. General 6 soatda bo'ladi do'stlar. 6 soatda bo'ladi albatta bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Ekranda telefon nomerlari bor. 2020-yil kraskalar toza Cobalt avtomobilimizdan sizlarga bir dona albatta mashinamiz metan stanovkasi qilingan, motorlar ochilmagan, ABS'lari bor. 2020 do'stlar. 4 ta yumshoq balonlarigacha mashinamizda bor. Ichki salonlarini ko'rib olsangiz bo'ladi. Polik bor, linonim bor, chexol qo'shib beriladi do'stlar. Yurgani 47 ming probeg. Bagajni ochaylik aka. Ana orqa taraflardan ko'rinish mashinamizni. Taqsimlarni ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Zapaskalar yaxshi holatda turibdi. Taqsimlari ham yaxshi. Necha pul narx qo'ydik? 125 million narx qo'yilyapti. Aka savdo necha pul bo'ldi? 115 million savdosi bo'lishyapti, berishmayapti. Variant barter? Variant 150 million bersa bo'ladimi? 50-60. 50-60 million pulingiz bo'lsa, variantga ketadi albatta. Oyini, yilini gaplashib olasiz. 48 bo'lyapti. 25 million aytilmoqda do'stlar. Telefon nomerlari albatta ekranda bo'ladi. 2022-yil do'stlar, avtomatda mashinamiz kraskalari toza deyapti akamiz albatta ko'rib boqsangiz bo'ladi mashinamizni. Metan stanovkasi qilingan 4-pakelini, motor ochilgan do'stlar, kalsovat qilingan. ABS'lari bor mashinamizda. Ichki salonlari bilan tanishamiz do'stlar. Balonlar yaxshi holatda turibdi, metanlarigacha stanovkasi qilingan deyapti do'stlar va avtomatda ko'rishlaringiz mumkin, poliklar bor. Yurgani 95 ming probeg yurgan. Bagajni ochaylik, 95 ming yurgan do'stlar, bor yo'g'i. Bagaj qismlarini ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Qismlari yaxshi holatda turibdi mashinamizni. Necha pul narx qo'ydik? Qancha? 125 narx qo'ydik do'stlar. Variant barter. Variant barter bormi? Variant barter yo'q, faqat naqdga 125 million 2022-yil kraskasi toza. Necha pulga beramiz? Bunachilaringizni kelishtirib beramiz. 110, 15.
117 ga bermadim. 117 ga berilmagan, ozgina qo'shilsa ketadi albatta. Variant barter yo'q, faqat naqdga. Telefon nomerni ayting. 2015-yil Cobalt avtomobilimizning kraskalari top toza deyapti. 2015 ko'rib boqsangiz bo'ladi. Do'stlar, 4-pakelena propanlarigacha ustanovkasi qilingan, ABS'lari bor albatta mashinamizda. Motorlar ochilmagan, albatta ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari yaxshi holatda almashtirib olsangiz ham bo'ladi, minib yursangiz ham bo'ladi do'stlar. Poliklar bor, 84 ming yurgan ekan. Eng qizig'i 84 ming yurgan. Monitorlarigacha mashinamizda bor. Ana taq qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Proponda zapaska bor do'stlar, albatta. Bunga necha pul narx qo'ydik? 15 ga. 110 million narx qo'yyapsiz 2015 ga. Variant barter bormi? Variant barter yo'q, faqat naqdga 110 million narx qo'yilmoqda. 100 gacha ketadi. Ya bir o'ta 100 o'tish kerak. 100 dan tepaga do'stlar. Ozgina qanchadir albatta dokument generalni Generalni ham bo'ladi. Generalni ham 6 soat xohlasangiz bo'ladi albatta. Do'stlar.